Jizzax viloyatining Zomin tumanida zamonaviy Shohrux nomli shaxsiy kutubxonaning tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Mazkur ma'rifat maskanining ish boshlashi, kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish, aholining mutolaaga bo'lgan qiziqishini oshirish hamda yoshlarning intellektual salohiyatini rivojlantirish yo'lidagi muhim qadamlardan biri bo'ldi. Tuman markazida 100 dan ziyod kitobxonni bir vaqtda qabul qila oladigan, 50 mingdan ortiq badiiy asar va ilmiy qo'llanmalarni o'zida jamlagan Shohrux kutubxonasi foydalanishga topshirildi. Shohrux nomli zamonaviy shaxsiy kutubxonaning tantanali ochilish marosimida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati a'zolari, O'zbekiston qahramonlari, Vazirlar Mahkamasi vakillari, Nuroniy jamg'armasi Respublika boshqaruvi, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi, O'zbekiston Fanlar akademiyasi, Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi rahbariyati, ilm, fan va adabiyot sohasi vakillari, Jizzax viloyati hamda Zomin tumani hokimlari va mutasaddilari, nuroniylar va keng jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Avvalambor barchangizni mana shunday bugungi bir Zomin xalqining tarixida bir zal harflar bilan yoziladigan ajoyib bir tadbirda sizlar bilan yuz ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Aziz do'stlar, biz mana shu Zomin deganda yuragimiz boshqacha bir haq uradi. Sabab mana bugun yurtimizni butun dunyoga tanitayotgan, dunyoda o'zbek degan millatni borligini, O'zbekiston degan yurtni juda katta salohiyatga, ma'naviyatga, tarixga ega bo'lgan bir mamlakat borligini butun dunyoga tarannum etayotgan, butun dunyoga tanitayotgan hurmatli yurtboshimizni yetishtirgan, hurmatli yurtboshimizni tarbiyalagan mana shu xalq bilan, mana shu el bilan yuzma-yuz ko'rishib turish bizni hammamizga katta sharafdir. Bugungi tadbirimizga shuning uchun ham men o'ylaymanki bu o'z-o'zidan emas, mana poytaxtimizdan elimizni bir qator ulug'lari tashrif buyurgan. Men sizlarga ularni ikki og'iz tanishtirib qo'yishni lozim deb topdim. Avvalambor juda katta rahmat vaqtingizni ayamasdan tashrif buyurganingiz uchun. Mana Jizzax viloyat hokimi, O'zbekiston Oliy Majlisi Senati a'zosi Mustafoyev Ulug'bek Mavlonovich kelib turibdilar. Katta rahmat. 2 nafar O'zbekiston qahramoni, mana O'zbekiston Fanlar akademiyasining prezidenti, O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston Oliy Majlisi Senati a'zosi Shavkat Abdullayevich Ayupov qatnashyaptilar. O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston nuroniylarga ko'maklashuvchi jamg'arma raisi Sodiqjon aka Turdiyev ishtirok etyaptilar. O'zbekiston Yoshlar agentligining rahbari hurmatli senatorimiz Alisherjon Sadullayev ishtirok etyaptilar. Hurmatli ustozlarimizdan mana hamma bugungi katta yoshdagi odamlar hurmat bilan qo'lini ko'ksiga qo'yib ehtirom ko'rsatadigan insonlardan mana Abduhoshim aka Mutalov ishtirok etyaptilar. O'zbekiston ichki ishlar sohasi tizimida ishlayotgan barcha bizni ichki ishlar xodimlarining ustozi, hammamiz ustozimiz Zokirjon aka Almatov ishtirok etyaptilar. O'zbekiston Fanlar akademiyasining akademigi, O'zbekiston Oliy Majlis deputati, O'zbekiston Inson huquqlari bo'yicha milliy markaz rahbari Akmal Xolmatov Saidov shu yerdalar. Nafaqat yangi O'zbekistonning bunyodkorligiga, balki mana shu aynan Jizzax viloyatini, Jizzax shahrini rivojiga juda katta hissa qo'shgan ustozimiz Abduqahhor aka To'xtayev ishtirok etyaptilar. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasining raisi, Oliy Majlis Senati a'zosi, atoqli shoirimiz O'zbekiston xalq shoiri Sirojiddin Said ishtirok etyaptilar. O'zbekiston xalq artisti, sevimli san'atkorimiz, bugungi zamonaviy O'zbekistonning zabardast ziyolilaridan Yodgor aka Sadiyev ishtirok etyaptilar. Mana shu elimizning farzandi O'zbekiston Milliy universitetining rektori professor Inomjon O'rishevich Majidov ishtirok etyaptilar. Men sevimli ustozlarimiz, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, sevimli yozuvchimiz, adibimiz, adabiyotshunos olimimiz Xurshid Do'stmuhammadni hurmat bilan sizlarga tanishtirib qo'ymoqchiman. Adabiyotshunos olim,
filologiya fanlari doktori, professor Qozoqboy aka Yo'ldoshev shu yerdalar. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, atoqli jurnalist, hamkasbimiz, ustozimiz O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi raisining birinchi o'rinbosari Minhojiddin Hojimatov shu yerdalar. Xalqimizning sevimli gazetasi Xalq so'zi va Narodnoye slovo gazetalari bosh muharriri, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist O'tkir Rahmat shu yerdalar, atoqli shoirimiz. O'zbekiston Milliy kutubxonasining rahbari Umidaxon Teshaboyeva shu yerdalar. Xalqimizning sevimli shoirasi, mana shu zaminning farzandi Sayora To'ychiyeva shu yerdalar. Va mana Jizzax viloyatining bir qator ustozlari. Rustam aka Kalonov, uzr so'rayman Rustam aka. Rustam aka Kalonov bu nafaqat Toshkent shahrini, balki O'zbekiston nuroniylarining bizning yurtimizdagi eng faol vakillaridan, O'zbekiston Oliy Majlis Senati a'zosi va yurtimizda mana ziyolilari, jurnalistlar, yoshlar ishtirok etyapti. Men hurmat bilan birinchi so'z navbatini mana shu kutubxonaning asoschisi, hurmatli ustozimiz, O'zbekiston Oliy Majlis Senati a'zosi, siyosatshunos Qudratilla Mirsoatovich Rafiqovga bermoqchiman. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli do'stlar, aziz mehmonlar. Bugun mana barchamiz vatanimizga, xalqimizga sodiq va fidoyi farzandlarni bergan Zomin tumanida to'planib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. 2000 yildan ortiq tarixga ega ushbu maskanni men o'zim uchun chin ma'noda vatan deb bilaman, aziz do'stlar. Taqdirim shu zaminga bog'langanim bilan cheksiz shukronalar qilaman. Zominning har bir qarich yeri, adirlari, hattoki giyohi men uchun aziz va ardoqli. Odamlari xuddi tug'ishgan jigarimlarimdek qadrlidir men uchun, aziz do'stlar. Garchi bu yerda tug'ilmagan bo'lsam-da, men zominlikman deyishdan doim faxrlanganman, bundan keyin ham faxrlanib kelaman. Chunki umrimning qaynoq damlari, hayotimga mazmun bag'ishlagan xotiralar ayni maskan bilan bevosita bog'liqdir. Buni ko'pchilik bu yerda o'tirganlar yaxshi bilishadi. Shu bois tadbirimizda ishtirok etayotgan barcha mehmonlarimizga mezbon sifatida yana bir bor Zominga xush kelibsizlar deyishga ruxsat beringlar. İcazat bersanglar, ikki og'iz mana shu maskan haqida qisqacha aytib o'tsam. 50 ming bugungacha, hozircha 50 ming kitob fondiga ega ushbu kutubxona bir vaqtning o'zida 100 dan ortiq kitobxonni qabul qila oladi. Mana hozir kirib hammamiz shuni ko'ramiz. Bundan tashqari kutubxona O'zbekiston Milliy kutubxonasi fondiga ulangan bois, mana Umid opam yaxshi biladilar, 200 mingga yaqin kitoblarni elektron shaklda Zominda turib foydalanish imkoniyati bor. Mana shu yerda turib butun respublikani. Bundan tashqari yana bir unikal jihati shundaki, mazkur kutubxona fondidan elektron portal orqali dunyoning istagan joyidagi kutubxonadan foydalanish mumkin. Mana shu yerda turib dunyoning hamma joyidan. Bundan tashqari kutubxonada book cafe, kitob do'koni, poligrafiya xizmatlari ham yo'lga qo'yilgan. Buni ham hammangiz ko'rasizlar. Hurmatli tadbir ishtirokchilari, Zomin nafaqat o'zini tabiati bilan, balki tanti va mehnatkash, samimiy odamlari bilan ham dunyoga tanilgan yurtdir. Bu zaminda ulg'aygan olim va ziyolilar, davlat va jamoat arboblari har doim millatimizning faxri bo'lib kelgan, bundan keyin ham shunday bo'ladi. Birgina muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni o'z bag'rida ulg'aytirgani uchun ham bu zaminga ta'zim qilamiz, aziz do'stlar. Tilagim shuki, ushbu ma'rifat maskani doimo ilm nurini targ'atib tursin. Uning eshiklari kitobsevarlar uchun hamisha ochiq bo'lsin. Bu zamindan yurtimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo'shadigan bilimli, vatanparvar va fidoyi yoshlar ko'plab yetishib chiqsin. Barchangizga ushbu kutubxona yana bir bor muborak bo'lsin, aziz do'stlar. Katta rahmat, Qudratilla Mirsoatovich. Men o'ylayman, navbatdagi so'zni
bugungi ilm fandi sohibi, ilm fan yo'nalishini rahbari bo'lgan O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston Fanlar Akademiyasining prezidenti Shavkat aka Abdullayevich Ayupovga bersak to'g'ri bo'ladi. Marhamat. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, zominlik, do'stlar, mehmonlar. Endi albatta ilm fan deganda birinchi navbatda ta'lim nazarda tutiladi. Ta'limga e'tibor o'zgardi. Mana demak bu kutubxona Qudratliga sizga katta rahmat olimlar nomidan bizlarga kelajakda o'rinbosar tayyorlashga yordam beradigan bu harakatlaringiz albatta juda katta yordam beradi bizga. Shu sohada hammamizga, ayniqsa mana yoshlarimizga men demak muvaffaqiyat tilayman. Mana shu kutubxonadan foydalanib bizdan yana Al-Xorazmiy, Beruniy insonlar chiqishini tilab qolaman. Rahmat. Aziz do'stlar, navbatdagi so'zni hurmat va ehtirom bilan O'zbekiston Oliy Majlis Senati a'zosi, Jizzax viloyati hokimi Ulug'bek Mavlonovich Mustafoyevga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli ustozlar. Avvalambor hurmatli ustozlar, bizning viloyatga, Zominga xush kelibsizlar. Bugungi o'tkaziladigan tadbir bu ramziy ma'nosi bor. Mana Qudratli aka, mana Shavkatjon domlalar buni tarixini aytdi. Men bitta narsani qo'shimcha qilmoqchimanki, hurmatli yurtdoshlar, mana bu kutubxonani bu yerga joylanishida davlatimiz rahbarining yana bitta katta o'ylagan narsasi bor. Zominga, supaga, tepaga qayerdan yo'l o'tadi? Mana shu ko'chamiz hurmatli ustozlar tepaga, supaga dam olish zonasiga olib chiqadi. U yerda juda ko'plab lagerlarimiz bor, sanatoriyalarimiz bor. Mana katta turistik maskan bo'ldi. Bu yerda bu ko'chadan nafaqat Zominlik, nafaqatlik Jizzaxlik, balki butun respublikamizda barcha viloyati aholisi o'tadi. Mana shu kutubxonani bu yerda joylashgani, mana shu o'taydigan, dam olishga ketaydigan odamlar 3 kunga, 4 kunga, 5 kunga keladi. Hech bo'lmasa mana shu yerga kirib bitta kitob olib, dam olganda qaytishda tashlab ketsin degan ma'noda qilingan. So'zimda oxirida men mana shunday yurtni tinchligini saqlab, elimizga, xalqimizga mana shunday farovon hayotni kecha-yu kunduz uxlamasdan tashkillashtirib berayotgan vatandoshimiz, bizning yurtdoshimiz, muhtaram prezidentimiz xalqimizni baxtiga, hammamiz baxtiga doim sog' salomat bo'lsinlar. Katta rahmat hammalarga. Samimiy so'zlaringiz uchun katta rahmat Ulug'bek Mavlonovich. Aziz do'stlar, men boya tanishtirganda e'tibor bergan bo'lsalaringiz, bugun davramizda bir qator ijodkorlar ham ishtirok etyapti. Ora-oralatib bir she'rlar ham eshitishimiz kerak. Men o'ylayman, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi raisi, Oliy Majlis Senati a'zosi Sirojin aka Said, O'zbekiston xalq shoiri. Marhamat, Sirojin aka, navbat sizga. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, qadrli mehmonlar, hurmatli Jizzax ahli, Zomin ahli. Kuni kecha tugagan Zomin seminarida juda katta iste'dodlari biz kashf qildik. Ular o'zini qaddu basini ko'rsatadi. Chunki Hamid Olimjonday juda ulug' zotlarni bergan, buyuk baxshlarni bergan, ulug' allomalarni bergan Hazrati Bobirday zotlar kelib mana shu yerda tavob qilgan bir juda to'g'ri aytdilar Qudratullaga. Haqiqiy ma'noda davlat rahbarini, o'sha 3-Renessans, 3-uyg'onish davrining bosh me'morini bergan tom ma'noda bugungi dunyomizning, bugungi alg'ov-dalg'ov dunyomizning buyuk siyosatchisi, hamma Avrupa mamlakatlarining rahbarlari, buyuk davlatlarning rahbarlari mix etmay e'tirof etayotgan, tan olayotgan buyuk bir vatan farzandi, vatanning haqiqiy ma'noda bir fidoyi rahnamosi hurmatli prezidentimizning mehnatlari, fidoyiliklari va mana shu yo'lda biz o'zimizning ilhomimizni ham albatta ko'rsata bilishimiz kerak. Shunga bir bog'liq bir mutolaa millat umummilliy ishga aylangani uchun aynan bizning ham nimamiz, vazifamiz elparvar ulug' zotlar o'z xalqi millatiga g'urur keltirgan, doim sha'nu shavkat keltirgan. Boqsang agar bu xalqning tafakkur tiynatiga, olamga faqat ilmu ma'naviyat keltirgan. Kitobga qaytish kerak,
degan so'zlar shu oliy minbardan yangraganda nechun ko'zing yoshlandi, dunyoga boq, sarsondir qancha xalqu xaloyiq, bizda esa ommaviy kitobxonlik boshlandi. 40 millionlik bu millat ma'rifatga yuz burmish, oftob oltin kitobin ochar har tong, har sahar, elu yurtning umidi o'sayotgan yoshlardan. Internetjon sen notinch, dunyoga yoygin xabar, bizning yurtda ommaviy kitobxonlik boshlangan. Aziz ustozlar, albatta O'zbekistonda har doim Alisher Navoiy nomidagi milliy kutubxona bo'lgan. Men boya yangi Toshkentdagi yangi qurilayotgan milliy kutubxonamiz to'g'risida gapirdim. Shu paytgacha shu milliy kutubxonamizning rahbari kim edi, u qanday faoliyat yuritadi degan savollarga javob bera olmasdik. Qandaydir bir kitob o'qiydigan odam borardi, o'qirdi, lekin biz bugun mana ommaviy axborot vositalari orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali juda ham yaqqol ko'ryapmizki, bugungi milliy kutubxonamizning rahbari Umidaxon Teshaboyeva dunyoda yuribdi. Shu bugun bir kun vaqtlari bo'lib bizni mana shu tadbirimizga ishtirok etyaptilar. Chunki butun dunyodagi eng manaman degan kutubxonalarni O'zbekiston bilan, O'zbekiston o'quvchilari bilan bog'lash asosiy maqsad. Bu ham muhtaram prezidentimizning siyosati. Qolaversa Umidaxon bugun juda xursandlar, sababi u kishining o'quvchilari soni mana shu kutubxona orqasidan yana qariyb bir bilmadim 100 mingga ko'paysa kerak. Tabriklaymiz. So'z sizga. Assalomu alaykum. Aziz zominliklar, ustozlar, muhtaram ziyolilar. Bugun Zominda O'zbekistonni mustaqilligini 35 yilligi to'yonasi arafasida sizlar bilan muhtasham bir maskanni, ma'rifat maskanini bunyod etilib mana ochilishida uchrashib turibmiz. Bundan men kutubxonachi sifatida, shu sohani egasi sifatida juda ham xursandman va bu menga bir iftixor tuyg'usini beryapti. Bugun mana endi Zominga juda ko'p marta kelganman. Fusunkor Zomin yurtida biz ustozimiz, siyosatshunos, senator muhtaram Qudratilla Mirsogatovich Rafikov tashabbuslari bilan zamonaviy kutubxonani qad rostlaganini barchamiz mana hozir tashrif buyuramiz, ko'ramiz. Men qanchalik xursand bo'layotgan bo'lsam, bilamanki bu yerda o'tirgan hamma xuddi shunaqa xursand. Endi bu kutubxona umuman davlatimizda kutubxonalarga bo'lgan e'tibor, mana kitobxonlikka bo'layotgan e'tibor, kitobxonlikni umummilliy harakatga aylantirganimiz, bular hammamiz kuzatyapmiz. Bu jarayonda hammamiz o'zimiz ishtirok etyapmiz. Juda ham xursandman. Bugun ona sifatida, buvijon sifatida, soha mutaxassisi sifatida bugungi kunda respublikamizdagi shu kitobxonlikni bir ko'rinishi, o'sha umummilliy harakatga start berdilar muhtaram prezidentimiz. Shularni barchasini amaldagi ko'rinishi deb bilaman. Rahmat, salomat bo'linglar. Kitob o'qigan odam bilan kitob o'qimagan odamning suhbati ko'pincha kelishmaydi, bilasizlarmi? Mana shu Umidaxonni kitobxonlik to'g'risida gapirayotgan gaplardan albatta g'ururlanamiz, hammamizning ko'nglimizda g'urur paydo bo'ladi. Shu bilan birga yurtimizda haqiqiy kitobxonlar bor. Albatta bugun muhtaram prezidentimizning siyosati bilan yoshlarimizni orasida kitob ko'p o'qiyotgan farzandlarimizdan juda xursandmiz. Shu bilan birga hammamizga o'rnak bo'lishi mumkin bo'lgan mana shu adabiyotimizda, filologiya yo'nalishida, umuman o'zbek adabiyoti, xorij adabiyotini eng yaxshi bilimdonlari ham bugungi davramizda ishtirok etyapti. Men o'zbek kitobxonligi to'g'risida gap ketganda birinchilardan bo'lib ko'z oldimga tasavvur qilaman, ko'z oldimga keladigan 2 nafar bu yerda haqiqiy kitobxon o'tiribdi, 3 nafar ekan, kechirasiz. Shulardan biri O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, filologiya fanlari doktori, professor Xurshid Do'stmuhammad bo'ladi. Xurshid aka, sizni har doim suhbatlaringizni, so'zlaringizni sog'inganmiz. Bizni bugun ham bir xushnud etasiz degan umiddamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Orqada turgan yigit qizlar, otaxonlar, sizlarni tabriklaymiz. Mana shunday bebaho maskan bilan. Havosim kelib ketyapti.
qatnab bo'lsa ham o'qiyman. Umrbod sizlarday vaqtimizda 5-6 sinfda o'qigan paytlarimizda biz uchun kutubxona yo'q edi. Qidirib yurardik. Shaharda qaysi joyda kutubxona bor deb. Bitta kitob olsak, boshimiz osmonga yetardi. Cho'ldami, tog'dami, bog'dami, maydondami, kitobxonadan yaxshi joy yo'q. Dunyoning eng go'zal joyi. Qudratulla aka, sizni qudratingizga rahmat. Bizga o'xshagan kitobxonlarni dardini o'ylaganingiz uchun rahmat. Shohruxga o'xshagan yigitlar gala-gala bo'lib chiqsin. Maza qilib kitob o'qinglar. Yozib o'qinglar. Talashib o'qinglar. Kitobxonlik musobaqalarida g'olib bo'linglar. Gap juda ham ko'p, lekin aytilmagan gaplar, etilgan gaplardan qadrli hisoblanadi. Sog' bo'linglar. Bugun mana shu davramizda juda ham bizni xursand qilgan holat, mana shu yurtimizni mustaqillikka erishgan yillarida hukumatimizni boshqargan bizni hamma ustozlarimizni ustozi. Bu yerda u kishini shogirdlari o'tiribdi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Abduhoshim aka Mutolib davramizga taklif qilamiz. Hurmat va ehtiromlar. Marhamat. Assalomu alaykum azizlar. Bitta so'zni aytmoqchimanki, bu kunga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Yetkazganiga ming shukronalar deyman. Nima uchun deganda buni zominni qanaqa ekanligini men bilaman. Shavkat Miromonovich viloyat hokimi bo'lib ishga kelgan vaqtlarda adalari olamdan o'tib qoldi, xabarlaring bor. O'shanda Erkin Halilov degan bir do'stimiz, og'aynimiz bor edi, ikkalamiz shu zaminga, shu to'proqqa, shu xonadonga kelib tilovat Qur'onlarni tushirib, ruhlari shod bo'lsin deb ketgandik. Yillar o'tdi. Har doim o'ylardimki, yana men bir shu zomin zaminiga borar ekanmanmi deb. Allohga ming shukronalarki, bugun shu narsaga yetishdim. Bizani prezidentimizni safida turgan ekansizlar. Hech qachon charchamanglar. Biblioteka qurib berasizmi, Qudrat aka? Yo'qmasa Qarshiga borganimizda suv havzasini qurib bergansizmi? Va hokazo ishlarda amalga oshirayotgan vaqtda bitta niyat, charchamang. Shu zaminni xalqiga, mana shu yerda turgan oliyjanob chiroyli yoshlarimizga bittagina iltimosim bor. Bu ham bo'lsa, mana shu qilinayotgan ishlarni, bo'layotgan o'zgarishlarni hammasini iltimos qadriga boringlar. Shu narsalarni asranglar, avaylanglar. Qanday qilib mana shu avlod sizlarga shu narsalarni yaratayotgan ekan, shu narsani kelajak avlodga ham shunday qilib topshiringizlar. Oliyjanob maskan bu, bilasizmi, Ma'rifat markazi. E'tiborlaring uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling. Aziz do'stlar, endi so'z navbatini mana shu millatimizni yana bir eng kuchli kitobxonlaridan biri O'zbekiston Fanlar Akademiyasining akademigi, O'zbekiston Oliy Majlis deputati, Inson huquqlari bo'yicha milliy markaz rahbari Akmal Xolmatovich Saidovga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli zominliklar. Men yana bir marta zomin zaminiga ta'zim qilaman. Nima uchun desangiz, mana shunday butun dunyo e'tirof etgan millatimizning sardorini bergan zaminga
har doim ta'zim qilishimiz kerak. Bu jahon amaliyoti. Mana shu kutubxona bilan inson huquqlari uyi o'rtasida hamkorlik to'g'risida bitta memorandum imzolasak. Bu ham bir amaliyda bu degani, hozir sizlar milliy kutubxona bilan bog'landinglar. Bu juda zo'r. Mana inson huquqlari uyumi orqali butun jahonni xalqaro tashkilotlarning kutubxonalari bilan bog'lanadi. Mana shu yerdagi zomin zaminida o'tirgan qora ko'zlar bemalol shu yerdan kirib o'sha Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropa hammasini o'qishi mumkin bo'ladi. Rahmat. Katta rahmat Akmal aka takliflar uchun. Xalqimizning ajoyib shoirasi, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi, Do'stlik ordeni sohibasi, falsafa fanlari doktori professor Sayora Syorxulna To'chiyevaga so'z beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum azizlar. Muqaddas hadislarda bir hikmat keladi. Amallar niyatlariga bog'liqdir degan. Nima niyat qilsangiz, Xudoyim beradi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining bitta niyati bo'lgan. Butun yoshlarni, talabalar, o'quvchilarni paxta dalasidan olib kitob o'qishga chorlayman degan. Butun O'zbekistonni ulkan kutubxonaga aylantirgan qadrli prezidentni siyosatlarini yana bir ko'rinishi. Biz niyat qilamiz, hammani ham Zominda bo'ladimi, Jizzaxda bo'ladimi, Toshkentda bo'ladimi, hammani farzandi, hammani dilbandi elga mana shunday yaxshiliklar qilsin va yaxshiliklar qilsin-da elni duosini olsin. O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan bir she'r bor, Vatan manzumasi degan, shuni o'qib bersam. Chaqmoq so'zim O'zbekiston, shonli izim O'zbekiston, ko'rar ko'zim O'zbekiston, o'g'lim, qizim O'zbekiston, menim o'zim O'zbekiston. Yiroq ketsam sog'ingayman, seningdek xushdiydor bo'lmas. Mangu porlab turgan chiroq, yaxshilardan ham yaxshiroq. Nonu tuzing bilmaganni, murodi haqqa yor bo'lmas. Shoir umrimning shohbayti, ta'riflaring aytim, tirik yursam yonib aytgum, o'zga dili izhor bo'lmas. Ey do'stlarim, birodarlar, vatandin yaxshi yor bo'lmas, vatandin yaxshi yor bo'lmas, vatandin yaxshi yor bo'lmas. Rahmat Sayora opa, katta rahmat sizga. Ijodingiz bundan da baland bo'lsin. She'r aytishdan to'xtamang. Endi mantiqan juda to'g'ri bo'ladi. Mana shu biz kitobxonlik, kutubxona to'g'risida gapiryapmiz. Respublika kitobxonlik tanlovini mutlaq g'olibi Abdug'afforov Jasurbek shu yerda qatnashyapti. Men o'ylayman ikki og'iz yosh kitobxonimiz gapirmasa, bugun unchalik mantiqan to'liq qamrab olgan bo'lmaymiz. Marhamat do'stim. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Barchangizni Zomin diyorida ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Avvalo o'zim tanishtirsam, Jasurbek Abdug'affor yosh kitobxon tanlovi 2026-yilgi bosqichi g'olibi va prezident sovg'asi elektromobil sohibiman va shuni aytib o'tishim kerakki, bugungi kunda yurtimizda kitobxon yoshlar uchun, kitobxon bolalar uchun juda ham ko'plab imkoniyatlar yaratib berilmoqda prezidentimiz tomonidan. Ularning o'zlarining salohiyatlarini, o'zlarining bilimlarini namoyish etish uchun juda ham ko'plab tanlovlar tashkil qilinmoqda, ular rag'batlantirilmoqda. Yosh kitobxon oila tanlovi, milliy kitobxonlik harakat tanlovlari bu yoshlarimiz uchun juda ham katta imkoniyat deb o'ylayman-da va yana bir bor barchangizni mana shu qutlug' dargohning ochilishi bilan tabriklayman. E'tiboringiz uchun rahmat. Jasurbek, sizdan iltimos, o'zingiz bosh mana shu yigitlar, qizlar bugunning o'zida mana shu kutubxonaga a'zolikka kiringlar endi. Boshlab beringlar mana shu katta tashabbusni. O'zbekiston, Tojikiston, Qoraqalpog'iston xalq artisti, buyuk xizmatlari ordeni sohibi, O'zbekiston Milliy akademik drama teatrining bosh direktori Yodgor Sadevga beramiz. Assalomu alaykum aziz zominliklar. Birinchi bo'limdan bir narsani iltimos qilmoqchi edim sizlarga. Bu maskan azizlar hali mana aytdilar, Akmal aka ham prezidentimiz ilm, ta'lim, ilm deb boshlagandilar. Bejiz bobo kalonimiz Zahiriddin Muhammad Bobur hazratlari bu yerdan o'tayotganlarida ilm to'g'risida mana shu to'rtlikni yozgan ekanlar. Vaqt soati kelib mana shunaqangi go'zal kutubxonani paydo bo'lishini sezgan bo'lsalar ajab emas. Kim bor ranga ilm tolibi ilm kerak. O'rgangali ilm tolibi ilm kerak. Men tolibi ilmi yo'q. Men ilm tolibi ilm kerak deganlar
Zahiriddin Muhammad Bobur hazratlari bobokalon. Tadbir davomida faxriy mehmonlar ishtirokida Shohrux nomli zamonaviy shaxsiy kutubxonaning ramziy bog'ich qirqish marosimi bo'lib o'tdi. Shundan so'ng mehmonlar kutubxonada yaratilgan shart-sharoitlar, kitob fondi, elektron axborot tizimi hamda kitobxonlar uchun yaratilgan zamonaviy imkoniyatlar bilan tanishishdi. Qayerdagi ilmga, qayerdagi hikmatga e'tibor berilar ekan, o'sha yurtni farzandlari jahon sahnasiga chiqa oladigan tafakkurga ega bo'ladigan insonlar bo'ladi. Niyatlari pok insonlarni el qo'llaydi, duo qiladi. Bugungi duoga qo'l ochgan insonlarni O'zbekistonning taraqqiyotidagi yangi allomalarni yaratishdek katta bir ma'rifatli prezidenti olib borayotgan ma'rifatli siyosatning bugun davomini ko'rdik. Bilasizmi, xayolimda nima o'tdi? Ma'rifatli bolalar, hikmat bolalar, ko'zlarida olov, shiddat bolalar, shoyat orangizdan yarqirab chiqsa bir kuni Navoiy hazrat bolalar. Shuningdek, kutubxona Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasining elektron bazasiga ulangan bo'lib, kitobxonlar uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Tadbirda respublikadan kelgan taniqli yozuvchi va shoirlar ham ishtirok etib, Zomin tumani tarixi, hayoti va mahallalarda tashkil etilgan kutubxonalar faoliyati haqida iliq fikrlar bildirishdi. Bu kutubxonada ayni kirib kelgandan shu narsani bildim. Kitoblarni saqlash, kitoblarni o'sha o'zini havo harorati, namligi, yorug'ligi, bularni barchasi e'tiborga olinganligi alohida bir jihati va juda ham menga yoqdi. Kutubxonani bir mana xonani balandligidanda juda ham tor bir odam ichkariga kirganda, o'quv zalida o'tirganda shu narsalar juda ham uni mutolaa qilishida hissiyotlariga, umuman buni aurasiga ta'sir qiladigan narsalardan birida o'zini bemalol his qiladida. O'sha kitobni olib mutolaa qilib o'tirganda shu asar qahramoni bilan birgalikda yashashiga barcha sharoitlar mujassam ekan. Endi yana bir narsani aytish kerak. 7 yoshdan 70 yoshgacha kitobxonlar foydalanadi. Bu kutubxonada faqatgina badiiy adabiyot emas ekan, balkim bu kutubxonada mana aylanib ko'rdim. Ma'lumotnoma nashrlar, lug'atlar, ensiklopediyalar, shu bilan birgalikda darsliklar, to'g'ri unaqa ko'p emas-ku, lekin bu endi ochilishi bo'lyapti. Bu kutubxona men aminmanki, bu kutubxona boyib boradi, to'ldirib boriladi. Ilmiy nashrlarni ham bo'lishini juda ham istagan bo'lardim. Ko'rdim, ko'zim tushdi. Bularni ham kelajakda yanada ko'paytirish, albatta kitobxonlarni keyingi qadam kitobxonlarni so'rovlari bo'yicha kutubxona fondlarini to'ldirishda biz hamkorlikka doim tayyormiz. Sizlardagi vaqtimizda biz o'qiydigan kitob topa olmas edik. Bugun endi Xudoga shukrki o'qiydigan kitob ko'p, o'qirman kam. O'shani ko'paytirish kerak. Siz o'zimizda kuch topishimiz kerakki, o'qiylik deb. Endi Zumira viloyatining umuman o'zi bugungi kun odamining o'ziga xosligi shundaki, u ma'lumotlar quchog'ida yashaydi va ma'lumotlar olmoqchi bo'ladi. Men endi kutubxona deganda faqat ma'lumot beradigan maskan emas, balki odamga odamiy ruh, odamlik tuyg'usini beradigan maskanni ko'zda tutaman. Kutubxonaning ochilganini faqat bayram, faqat qarsak chaladigan, televizorda ko'rsatadigan narsa deb qaramaslik kerak. Bu o'zbek degan millat, qarang, hamma narsamiz bor bo'lgan holda nimaga biz juda ham ko'ngildagiday millatga aylanmayapmiz? Chunki biz kam o'qib qoldik. Biz ko'proq o'qishimiz kerak. Biz o'zligimizni topmog'imiz, dunyoda o'z o'rnimizga ega bo'lmog'imiz uchun kitob o'qishimiz kerak. Kitob deganda ham badiiy asarni o'qishimiz kerak. Badiiy asar sizning fantaziyangizni ochadi, sizning tafakkuringizning rivojlanishiga turtki bo'ladi.
Kunning ikkinchi yarmida esa Zomin tumanidagi 60-sonli umumta'lim maktabida yana bir ma'rifiy tadbir davlat arbobi siyosatchi Qudratilla Rafiqovning Millat shavkati nomli kitob taqdimoti bo'lib o'tdi. 12 ta ilmiy ommabop maqola jamlangan ushbu to'plamda respublikamizning uzoq va yaqin o'tmishi, mintaqa va yangi O'zbekistonda kechayotgan islohotlar o'rin olgan. Mazkur islohotlar zamirida Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning mamlakatni taraqqiy ettirish, xalqni rozi qilishga qaratilgan fidokorona faoliyati, siyosiy irodasi mujassam ekanligi yorqin misollar asosida bayon qilingan. Shu kabi iliq fikrlar taqdimotda so'z olganlar tomonidan mazkur kitob respublikamiz siyosiy va ma'naviy hayotida ro'y bergan o'ziga xos voqea sifatida alohida e'tirof etildi. Bir so'z bilan aytganda, Zomin tumanida tashkil etilgan mazkur kutubxona hamda Millat shavkati nomli asar taqdimoti yosh-u qarining ongu shuurini ilm nuri bilan yorituvchi yana bir ziyo maskani tashkil etilganidan dalolatdir.